Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziyning mashhur Guliston dostonlaridan bir hikoya. Men hech qachon zamondan nolimagan va falakning gardishidan shikoyat qilmagan edim. Faqatgina kunlardan bir kuni oyoq yalang qolib, oyoq kiyim sotib olishga da imkonim yetmay qolgan payt bundan mustasno bo'ldi. Shundan zerikib, siqilib borayotganimda Kufa masjidlaridan biriga kirdim va u yerda oyog'i yo'q odamni ko'rdim. Shunda Haq taoloning menga bergan ne'matlariga benihoya shukr qildim va oyoq kiyimsiz qolgan bo'lsam-da, shu holatimga sabr qildim. Endi baytning tarjimasi. Dasturxondagi qovurilgan tovuq to'q odamlar nazdida giyoh barglaridan ham qadrsizroq bo'ladi. Mablag'i va quvvati yo'q odamlar uchun esa pishirilgan sholg'om qovurilgan tovuq kabi qadrli bo'ladi. Endi matnimizning forscha variantini ko'ramiz. Hargiz az dövr zamon nanolide budam va ruy az gardish osmon dar ham nakashide. Magar vaqti ke poyam berahne monde bud va istitoat poy pushi nadashtam. Ve jame Kufe dar omadam diltang yeki ra didam ke poy nadasht. Sepas ne'mat haq be joy avardam va bar bikafshi sabr kardam. مرغ بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تره بر خوان است و آن که را دستگاه قوت نیست شلغم پخته مرغ بریان است. در haqiqat matnda ko'rganimizdek odamzod o'zidagi emas, balki boshqadagilarning ne'matini ko'ra olishga ustasi farang bo'ladi. Biz esa bundan to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Ko'rganimizdek shayx oyoq kiyimsiz qolganiga noligandek bo'lganida Alloh taolo unga oyog'i yo'q odamni ro'baro qilib qo'ydi va shayx o'zining holatiga shukr va sabr qildi. Biz ham o'zimizga berilgan ne'matlarni e'tirof qilgan holatda shukrona ne'mat qilsak, bizga beriladigan ne'matlar ziyoda bo'ladi. Qolgan fikr va mulohazalaringizni izohlarda kutib qolamiz. Obuna bo'lmay kuzatayotganlar obuna bo'linglar. Keyingi dasturlargacha xayr, salomat bo'linglar.